Bugungi suhbatimiz nima haqida bo'ladi? Men Muhammadjonova Majnibona Isroiljon qizi. O'qish uchun ishtiyoq juda ham baland bo'lgan va pedagogika kafedrasi professori. Endi asosiy qismga o'tamiz. Kompyuterlik bo'yicha mobil ilova yaratish. Barcha erishgan yutuqlaringiz hujjat qilib, chunki men umumiy maqolalarim soni 15 ta edi. Qo'shimcha tanlovlarda qatnashgan, xalqaro tanlovlar, ko'rik tanlovlarda qatnashganingiz, ya'ni uchalamizga ham savol, faqat siz ilmiy mavzuyingiz bo'yicha savol beradi. O'sha stipendiyani 5 barobar miqdorda rag'batlantiradi. Bir martalik u ham bir martalik. 2,5 million so'm. Menga motivatsiya bo'ldi, albatta doktorantura bosqichiga topshiring deyishdi va doktorantura bosqichida ham yana bir marta o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Fardi Media jamoasi hamda ikkinchi kurs magistrant qizimiz Madina Bonu. Bugungi suhbatimiz nima haqida bo'ladi? Bu qizimiz hammamizga tanish bo'lgan prezident stipendiyaligiga deyarli nomzodlardan biri, eng oxirgi etapgacha borib o'tgan, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra o'sha omad yetishmay qolgan sababli shu oxirgi bosqichda yutolmadi. Lekin ushbu jarayongacha bo'lgan jarayonda, ushbu jarayonga bo'lgan bosqichlarda deyarli barchasida a'lo baholar o'tgansiz. Bilaman buni. Hozir esa xuddi shu mavzuda suhbatlashamiz siz bilan. Birinchi siz bilan tanishtirishingizni xohlardim. Kimligingiz, qayerda o'qigansiz, bakalavr va magistratura yetadi. Assalomu alaykum avvalambor. Men Muhammadjonova Majnibona Isroiljon qizi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida 2003-yil 16-marta tavallud topganman. Avvalo o'sha maktab paytlarini 11 yillik ta'lim tizimini tugatgandan so'ng Qo'qon davlat pedagogika instituti ingliz tili va adabiyoti yo'nalishiga o'qishga qabul qilinganman, kontrakt asosida. Va shuning uchun ham kontrakt asosida qabul qilinganim uchunmi bilmayman, menda o'qish uchun ishtiyoq juda ham baland bo'lgan va turli davlat stipendiyatlari, Navoiy yoki prezident davlat stipendiyatlariga topshirishni niyat qilganman. Lekin bitta fandan bahoyim pastroq bo'lganligi sababli prezident stipendiyasiga topshira olmaganman. Bu stipendiyalar oxirgi kurs, bakalavrni 3-4-kurs talabalariga va magistratura bosqichini bitiruvchi kurs, ya'ni ikkinchi kurs talabalariga beriladi. Va men bu stipendiyaga bakalavrda emas, magistratura bosqichida topshirishga muvaffaq bo'ldim, niyatim asosida. Juda ham kuchli xohish bo'lganda, bakalavrni tamomlagandan so'ng Farg'ona davlat universitetiga magistratura bosqichini pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishiga o'qishga qabul qilindim. Albatta bunda bizda qabulimiz diplom bali va sertifikat, yangi tizim bo'yicha sizlar birinchi kirgansizlar. Yangi tizim asosida o'sha sertifikat va diplom balini umumiy bali asosida qabul qilinganmiz. Bunga ham kontraktga tushganman, ya'ni kontraktda birinchi o'rinda turganman. Va lekin o'zim ilmiy rahbarim bilan birgalikda o'sha maslahatlashib, harakat qilib, topshirib shu bosqichgacha borishga muvaffaq bo'ldim. So'ragan aybi yo'q. Ilmiy rahbaringiz kim? Ilmiy rahbarim pedagogika nazariyasi va tarixi o'sha fakulteti Kafedrasi. Pedagogika kafedrasi professori, dotsent Urinova Nilfarxon Muhammadova. Endi asosiy qismga o'tamiz. Asosiy qismda savolim quyidagicha. Siz hozir biz birinchi kurs magistrantlar bilmaymiz. Qanday topshirishimiz kerak? Yo'q sohaga. Shu noldan aytib bersangiz, nima qilishimiz kerak? Hozirda nima qilishimiz kerak? Ikkinchi kursda nima qilishimiz kerak? O'shani etib ochib bersangiz, menimcha shu foydaliroq bo'lsa kerak. Avvalo, agar siz stipendiyantlikka topshirishni niyat qilgan bo'lsangiz, o'qishga kirishingiz bilan, ya'ni magistratura bosqichiga qabul qilingandan boshlab harakatni boshlash kerak. Chunki o'sha 1 yil davomida qilgan ishlaringiz hisobga olinadi, o'quv yilini oxirida hujjatlar topshiriladi va ikkinchi kurs boshlanganda o'sha birinchi qismida, o'quv yilining birinchi qismida imtihonlar bo'ladi va sizni stipendiyantlikka agar munosib deb topilsangiz tayinlanadi. O'sha ikkinchi kursda qilinadigan ish qomatda faqat borib imtihon topshirasiz, xolos. Hujjatlaringiz qabul qilingandan so'ng.
Endi birinchi kursdan boshlab nima qilish kerak? Albatta, ilmiy rahbaringiz tayinlanadi. Ilmiy rahbaringizga o'zingizdagi o'sha maqsadingizni aytasiz va ilmiy ish mavzuyingiz tanlanadi-ku. O'sha mavzuyingizga doir bo'lishi kerak ekan qilgan ishlaringiz. Masalan, meni mavzuyim, dissertatsiya mavzuyim tutorlik bo'yicha edi. Ya'ni tutorlik bo'yicha mobil ilova yaratish. Mana shu tutorlik mavzusi bo'yicha bir qancha maqolalar chiqardim, uslubiy qo'llanma chiqardim va DGU sertifikati, ya'ni mualliflik huquqini oldim va qo'shimcha turli xil tanlovlar, tadbirlarda qatnashdim. Mana shu barcha qilgan ishlaringiz, barcha erishgan yutuqlaringiz hujjat qilib, barcha hujjatlar elektron shaklda Stipendiya Edu.uz platformasiga yuklanadi va o'sha yerda baholanadi. Shu bahoyingiz asosida keyin testga borasiz va testdan o'tsangiz suhbat. Yana bir narsani aytib o'tishim mumkin. Talabalarda, ya'ni bakalavr bosqichida nomdor stipendiyantlikka va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti stipendiyasiga topshirish imkoniyati mavjud, lekin magistratura bosqichida nomdor stipendiyantlikka topshirishga imkoniyat yo'q. Faqatgina O'zbekiston Respublikasi Prezidenti stipendiyasiga topshirish mumkin va universitetning ichki stipendiyasiga topshirish mumkin. Bizga shu ikkita e'lon kelgan, ya'ni yoki ichki stipendiyaga topshirish yoki O'zbekiston Respublikasi Prezidenti stipendiyasiga topshirish. Mana shu uchun ro'yxatdan o'tganmiz. Ro'yxatda nimalar so'ralgan? Ilmiy rahbarimiz, mavzuyimiz, nomi, keyin o'sha qaysi stipendiyantlikka topshirmoqchimiz, mana shularning ma'lumotlari o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni kiritishimiz orqali, ya'ni fakultet, kurs, telefon raqam, email, mana shu ma'lumotlarni kiritgandan so'ng o'zi biz ro'yxatdan o'tganmiz va keyingi bosqichi universitet bosqichida ham imtihon bo'lgan, ya'ni universitet saralab jo'natadi. Chunki siz universitetning nomidan borasiz, universitetni himoya qilasiz respublika bosqichida. Siz demak bu yerdan yutib ketgansiz. Nechta odam oladi bu yerda? Bu yerdan bir kishi chiqadi, yo'nalish bo'yicha, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha bir kishi, ya'ni meni yo'nalishim, meni pedagogika fakulteti ta'lim yo'nalishiga to'g'ri kelgan. Ta'lim yo'nalishidan bir kishi. Yana qaysilar to'g'ri keladi ta'lim yo'nalishiga? Matematika. Ta'lim yo'nalishiga bir qancha yo'nalishlar to'g'ri keladi. Bularda qolganlarni to'g'risi eslamayman, lekin juda ham ko'p ro'yxati bor edi. Masalan, pedagogika, ta'lim va tarbiya nazariyasi, hop, psixologiya, mana shular ham kirishi mumkin. Demak, har bitta oliy ta'limda ta'lim yo'nalishidan bitta gumanitar boshqa yo'l bo'lsa, o'shundan bitta berib jo'natishadi. Toshkentga. Hamma masalan universitetlarda avvalo shu oyda iyun oyidan o'zi boshlangan. Iyun oyida barcha universitetlarda respublikamiz bo'yicha barcha universitetlar o'zining universitet bosqichini o'tkazdiradi va u yerda yo'nalishlar bo'yicha bittadan nomzodni tanlab olib, hujjatlarini o'sha ilmiy bo'lim xodimlari bilan hamkorlikda tayyorlagan holda platformaga yuklashadi. Ya'ni siz o'zingizcha o'zi platforma sentyabr oylarida ochiladi. Sentyabr, oktyabr oylarida ochiladi. Ochilganda o'zingiz yuklab qo'ysangiz, hujjatlaringiz qabul qilinmaydi. Chunki siz tartibini bilmasligingiz mumkin, tasdiqlanishi, to'g'ri tasdiqlanishi, tavsiyanomalaringiz bo'lmasligi mumkin. Mana shu kamchiliklar sababli siz baholanmasligingiz mumkin. Buni ilmiy bo'lim qiladi. Xuddi shunday. Ilmiy Fardoni ilmiy bo'limi. Ilmiy bo'lim yo'l yo'riq ko'rsatishadi, ya'ni siz hujjatlaringizni qayerda tasdiqlatishingiz kerak, qaysi formatda yuklashingiz kerak. Mana shu narsalar bo'yicha yo'l yo'riq berishadi va barcha imtihon kunlari qayerda bo'lishi bo'lim xodimlariga xabar beriladi va ular bizga yetkazishadi. Maqola nufuziga qarayaptimi? Yoki maqola bo'lsa bo'ldimi? Birinchisi. Ikkinchi savolim, ilmiy naqa ish qilgansiz hozir? Mualliflik huquqini oldim dedingiz, keyin kitob chiqarganman dedingiz. U qanchalik ball beradi sizga? Qo'shimcha ball. Agar shuni aytsangiz. Magistratura bosqichida stipendiyantlikka topshirish uchun bir qancha baholash mezonlari, o'ziga xos baholash mezonlari ishlab chiqilgan. Bu bo'yicha sizda avvalo qo'shimcha maqolalarning ko'proq bo'lganligi yaxshi. Men yutqizganimda asosiy sabablardan biri bo'lsa kerak shu maqolalar soni deb ham o'ylayapman. Chunki men umumiy maqolalarim soni 15 ta edi. Keyin undan asosiy 4 ta, ya'ni o'zingiz istagan, masalan, nufuzlisini bilasizku, qaysi biri nufuzliroq. Shu 4 ta maqola birinchi, ikkinchi, uchinchi va 4-chi asosiy ilmiy ish sifatida yuklanadi. Ya'ni birinchi ilmiy ish qilib
Hop. o'zingiz xohlagan maqolalarda ilmiy rahbaringiz bilan maslahatlashgan holatda yuklaysiz va qolgan maqolalaringiz qo'shimcha maqolalar bo'ladi. Har bitta asosiy maqolangiz uchun umumiy 10 balldan 40 ball beriladi. Qolgan maqolalaringiz va erishgan o'sha yutuqlaringiz uchun, ilmiy yutuqlaringiz uchun 10 ball beriladi. Ya'ni buni ichiga kirib ketadi o'sha DGU sertifikat, qanaqadir DGU haqida aytib keting. DGU nima? DGU tushunmayapman o'shani. DGU bu patent desak ham bo'ladi, ya'ni bironta yaratilgan EHM dastur, ya'ni elektron dasturmi, mana shu narsalar uchun yokida bironta kitob chiqargan bo'lsangiz, mana shu yaratgan narsangiz uchun, ishingiz uchun mualliflik huquqi davlat tomonidan, ya'ni Adliya vazirligi tomonidan berilgan sertifikat hujjat. Shu kitob yoki nimada sizniki degan hujjat kerak. Mualliflik huquqi degan hujjat. Oxirgi testdan keyin ham siz eng yuqori tarafda turgansiz, yuqori o'rinda turgansiz. O'zingiz bilib turibsiz buni. Va keyin suhbat kirgansiz. Suhbat oxirgisi. Suhbatda qanaqa savollar beriladi? Xo'p, avval shu umumiy ball to'planishi, ya'ni maqolalardan tashqari shuni ham aytib o'tsam, til sertifikatiga ham qo'shimcha ball beriladi va bundan tashqari erishgan tanlovlaringiz, masalan, qanchalik faolligingiz, tadbirlarga, qo'shimcha tanlovlarda qatnashgan, xalqaro tanlovlar, ko'rik tanlovlarda qatnashganingiz yoki olimpiada g'olibi bo'lsangiz ham bunga alohida ball beriladi, ilmiy ishlardan tashqari. Va til sertifikatingiz agar C1 darajada bo'lsa 10 ball, B2 darajada bo'lsa 7 ball, B1 darajada bo'lsa 5 ball beriladi menimcha. Mana shu tartibda baholanadi. Til sertifikatingiz uchun ham alohida ball olasiz, ya'ni umumiy to'plash mumkin bo'lgan ball 70 ball. 70 balldan shu 50% dan 50 balldan yuqori olsangiz, keyingi bosqichga chiqish imkoniyatingiz yaxshiroq bo'ladi. Va testga boriladi. Test 3 ta fan asosida amalga oshiriladi. Ya'ni universitetda bo'lgan fanlar: axborot texnologiyalari, O'zbekiston tarixi va chet tili. Masalan, sizni asosiy yo'nalishingiz ingliz tili bo'lsa, siz ingliz tili emas, qo'shimcha boshqa nemis tilimi, fransuz tilidan topshirasiz. Agar asosiy tilingiz ingliz tili bo'lmasa, ingliz tilidan topshirishingiz mumkin. Demak, sizni olgan sertifikatingiz ahamiyat emas bu yerda. Yo'q. Haliga hozir bakalavr kirmoqchi bo'lsa, sertifikatingiz bo'lsa, undan testdan kirmaydi, testdan kirish majbursiz. Baribir suhbat bo'ladi, ya'ni hammasi og'zaki suhbat bo'ladi. Universitetda ham suhbat bo'lgan, lekin o'sha suhbat ballari asosida bizga buyruq chiqarilgan, ya'ni universitet bosqichidan tavsiya etildi. Tavsiya etilgan talabalar keyin hujjatlarni tayyorlab, shu tasdiqlatib, yuklagandan so'ng testga borganmiz. Test ham shu 3 ta fan asosida o'tkazilgan. Hammasidan menimcha 30 tadan savol bor edi. Suhbatda bitta savol, qanaqa savol bo'ladi? Bitta savol ayting menga. Suhbatda, ya'ni umumiy to'plagan ballaringiz asosida, ya'ni bu yerdan elektron platformada hujjatlaringizni olgan ballaringiz va testda to'plagan ballingiz asosida 3 kishi tanlab olinadi. Masalan, yo'nalish bo'yicha butun respublika bo'yicha 20 ta 30 ta ham borishi mumkin. Ta'lim yo'nalishi bo'yicha. Endi shu 20 ta 30 ta talabani ichidan, magistr talabani ichidan 3 kishi tanlab olinadi. Mana shu 3 kishi o'rtasida suhbat o'tkaziladi. Shu 3 kishi o'rtasida men birinchi o'rinda suhbat jarayoniga tavsiya etildim va suhbatimiz qanaqa bo'ldi? Uchala nomzod ham baravar kiradi. U yerda 20 tacha atrofida imtihon oluvchilar bor edilar. Hammasi katta professor, o'qituvchilar, juda ham hayajon bo'lgan. Hozir jurnalistika universiteti hozir institutdan bilmadim, rektor o'tiradi. Haligi Ashkari akamiz bor, press klubda a'zosida. O'shani ko'rdim. Demak, tushundim, suhbat bu ancha oyoqda qaltiraydigan joy bo'lgan. Birinchi kirganman, juda ham haligi oldin kirib chiqqanlardan qanaqaligini ham so'rab ola olmaganman. Birinchi savol menga berilgan. Ta'lim yo'nalishi chunki birinchida turadi barcha yo'nalishlar bo'yicha va shu yo'nalishdan ham birinchida o'tganligim uchun birinchi menga savol berilgan. Suhbatda savol qanaqa bo'lgan? Savol ayting. Savolim, ya'ni uchalamizga ham savol, faqat siz ilmiy mavzuyingiz bo'yicha savol berilgan. Ilmiy ishingiz bo'yicha, mavzuyingizni ayting deyishgan. O'zingiz shu mavzuyimizni aytganmiz va mana shu mavzu bo'yicha qilgan ishlaringiz, yutuqlaringiz. Demak, suhbatda siz o'zingiz ko'rsatishingiz kerak ekan-da. Bunaqa suhbat. Men o'ylayapmanki, savollar naqaroq, ichki naqaroq ta'limga oid juda ichkari savollar deb o'ylar ekanman. Misol uchun, tarixga oid savol bo'lishi mumkin, shunaqa bo'lgan. 3 ta fan asosida savollar bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Qiynaydigan savol bo'lishi mumkin. Suhbat shunaqa bo'ladi, lekin bu eshitib, demak, suhbatda siz o'sha qilgan ishlaringizni
qanchalik namoyon qilasiz o'z nutqingiz davomida. Menimcha o'sha inobatga qilinsa kerak. Avvalo sizga savol berishadi. Shu birinchi berilgan savol bo'lgan barchamizga. Ilmiy ish mavzuyingiz va barcha qilgan ishlaringiz, yutuqlaringiz haqida gapiring. Mana shu narsani gapirib bo'lganimizdan so'ng mavzuyimizga doir mutaxassislar, bir qancha hamma yo'nalishlar bo'yicha mutaxassislar o'tiradi. Mana shu mutaxassislar sizga savol berishadi. O'zingizni mavzuyingiz yo'nalishi bo'yicha savollarga javob berishingiz kerak. Ya'ni tutorlik bo'yicha savollar Tutorlar berishgan. savol beradi, bilan shunga doir narsa yo'q, yakunlanmagan. Unga qo'shimcha savollar ham berilgan. qanaqa savollar o'sha? Oxirgi marta o'qigan kitobingiz, qanaqa teatrga borgansiz, keyin Sog'ligingiz bilan ekan shu bilan, ha. Mana savollar, zo'r savollar bu savollar. menga 10 yildan keyin o'zingizni qayerda ko'rasiz deb ingliz tilida savol bo'lgan va ingliz tili bo'lganligi uchun ikkinchi tilim shu tilda savol bo'lgan va shu tilda javob berganman. Maslahat berardim. Turk tili bo'yicha lekin mutaxassis bo'lmagan. Uchinchi raqibimiz ikkinchi tillar turk tili ekan. Turk tilida mutaxassis bo'lmaganligi uchun ingliz tilidan javob berishga majbur bo'lgan. Ingliz tilidan savol bo'lganda qiynalgan. Oxirgi savolim. Agar siz demaylik, agar o'sha ko'radigan insonlar prezident stipendiyasini yutishsa, nimalarga erishadi? Nimalar yo'l ochiladi? Qanday yo'l ochiladi ularga? Albatta, rag'batlantirish ham bor. Bizni ham haligi qilgan harakatlarimizni bee'tibor qoldirganlari yo'q. Ya'ni davlat ham, barcha Sizlarni rag'batlantirmaymi? xodimlar ham albatta siz agar prezident stipendiyanti bo'lsangiz, 1 yil davomida shu 2-kurs davomida sentyabr oyidan hisoblanadi. Garchi imtihon keyinroq bo'lsa ham javoblari keyinroq chiqqan bo'lsa ham sentyabrdan boshlab hisoblanadi va oyiga 2 million, hozirgi kunda miqdori shuncha edi, 2 million 100 ming atrofida stipendiya olasiz. Bitirgunizcha iyungacha. Lekin agar masalan testga qatnashgan, testgacha yetib borgan, lekin testdan yiqilgan qatnashchilarga stipendiyani, ya'ni bazaviy hisoblash miqdori stipendiyasining 3 barobari miqdorida rag'batlantirish, qo'shimcha rag'batlantirish berilgan. Testdan bir martalik albatta. Testdan ham o'tib suhbatda qatnashgan, lekin g'olib bo'la olmagan ishtirokchilarga, ya'ni men va qo'qonlik raqibimga o'sha stipendiyani 5 barobari miqdorida rag'batlantirdik. Bir martaligi ham? U ham bir martalik. 2,5 million so'm. Lekin yana qo'shimcha o'sha nimada aytishdi, qarorida kelibdi aytishdi, bundan xabarim yo'q edi. Suhbat bosqichida qatnashgan ishtirokchilarga, lekin g'olib bo'la olmagan ishtirokchilarga qo'shimcha vazirlik tomonidan ham sertifikat beriladi. Beriladi deyishdi. Tushunarli, rahmat. O'tib ketaylik. Xullas kalom, bizning bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz uchun rahmat. Ajratgan vaqtingiz uchun, atalab kelib shu intervyu berishgan, rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Rahmat. O'ylaymanki, yaxshi niyat qilamiz. Ko'rib turgan insonlar biroz bo'lsa o'ziga motivatsiya demaylik, qanaqadir ma'lumotlar oldiki, shu ishlarni qilish uchun. Rahmat. Agar qanaqa gapingiz bo'lsa, gapirishingiz mumkin kameraga qarab. Gapingiz bo'lmasa, ketamiz. Rahmat. Avvalambor barcha talabalarga, bakalavr bosqichidagi va magistratura bosqichidagi talabalarga albatta bu stipendiyantlikda qatnashishni tavsiya qilaman, chunki bu orqali to'g'ri unga erishib g'olib bo'lmaslar, lekin ungacha bo'lgan bosqichda bosib o'tish albatta bu ular uchun katta tajriba va yutuq bo'ladi. Shu joyga borishdi o'zigacha katta yutuq va meni ustozlarim ham o'zimga motivatsiya berishdi. Ya'ni 6 yilda endi suhbatga chiqdi Farg'ona davlat universitetidan. Magistratura yo'nalishi bo'yicha deyishdi. Albatta shu yergacha borganingiz o'zi yutuq. Siz demak, siz ancha katta naqa qilibsiz. 6 yillik bo'lsa, so'nggi 6 yillikda nechtadan bitirib ketdi-yu, nechtasini bora olmadi, siz borgansiz. Menimcha suhbat bosqichiga omadsiz emassiz, siz eng omadli ekansiz. Albatta endi menga motivatsiya bo'ldi. Albatta doktorantura bosqichiga topshiring deyishdi va doktorantura bosqichida ham yana bir marta o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Xudo xohlasa endi oxirida omad kelib qoladi degan umiddaman va bunda topshirib albatta bu safar erishishga harakat qilaman. Demak, doktoranturada ham bor bu narsa. Bor, doktoranturada. Rahmat, Madinaxon. Rahmat katta. Tugadi.